Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala habibina ve şefi'iz zunubina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla. Ve ente tec'alul hazne izâ ite sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu va taolo ibodatlarimizni qabul qilgan bo'lsin. Bu ibodatlarni qiyomatda foydamizga hujjat qilsin. Roziligi uchun vasila bo'ladigan ibodatlardan ekanligiga tavfiq bersin. Haq subhanahu va taolo inson zotini o'zi yaratganligini, ya'ni bir necha o'rinda ta'kidlash bilan birga boshqa mahluqotlardan ko'ra afzal ekanligini ham ta'kidlagan. Biz ko'zimiz ko'rib turgan, biz yashayotgan borliq koinotda hamma narsa biz uchun xizmat qiladi. Hammasining tagi zamiriga qarasangiz, bizga shu bir-birdan non olib kelib berishlik uchun ertaga kech tinmasdan xizmat qiladi. Quyosh bo'lmasa hech narsa bitmaydi. Oy bo'lmasa mevaga rang kirmaydi, ta'm bo'lmaydi. Suv bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Kislorod bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi. Hammasini, ya'ni go'yoki bir laboratoriyada tayyorlab qo'yib, shu laboratoriyaga bizni Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Butun borliqni bizga xizmat qildirib qo'ydi. Bedil mana shu misolni keltirib aytadi-da, davomida aytadiki, sharti insof naboshat tu farmon nabariye deydi. Ya'ni insofdan maski butun borliq senga xizmat qilyapti-yu, sen nimaga Robbingga xizmat qilmayapsan? Sen Allohga nimaga bo'yin egmayapsan deb ajoyib bir malomatiy vaznda gapiradi. Alloh subhanahu va taoloning roziligini topish uchun biz ko'p vasilalarga bosh urishimiz kerak. Vasila degani bir narsa vositasi orqali Allohning roziligiga erishish. To'g'ridan to'g'ri erishib bo'lmaydi. Tug'ildik, yotdik, hech narsa qilmasdan turib ketavermaymiz. Qidiramiz. Izlanamiz. Va bu qidirish, bu izlanishda bu qidirish, bu izlanishda amallarni katta kichik sanamaymiz. Ro'baro'yimizga kelgan, imkoniyatimizda bo'lgan, qadri holimizga muvofiq bo'lgan hamma amaldan Allohning roziligi shunda deb qarashimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu ibtagu ilayhi wasilata degan. Hey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va Alloh uchun vasila izlanglar degan. Wabtagu ilayhi wasilata. Allohga erishish uchun yo'llarni qidiringlar degan. Bu yo'llar biz bilmaymiz. Qaysi yaxshilikning tagida Allohning roziligi yotganligini berkitgan Xudo taolo. Lekin albatta yaxshiliklarni tagiga berkitgan. Yaxshiliklar bizni ko'zimizga qanaqa ko'rinishdan qat'iy nazar biz o'sha ishlarni qo'ldan kelgancha qilishimiz kerak. Qayerdan bilasiz, qo'shningiz och yotibdi, ko'zi yoshga to'lgan, kimga murojaat qilishni bilmayapti. Siz bir kosa ovqat olib chiqib uni ko'nglini oldingiz. Ana shu bir kosa ovqat uni nima qildi? Ko'nglini ko'tardi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom nima dedilar? Amallarning eng afzali sururun tudkhiluhu ala mu'min dedilar. Bir mu'minni xursand qilib qo'yish dedilar. Amallarning eng zo'ri dedilar. Alloh nazdida eng mahbubi dedilar. Bir mu'minni xursand qilib qo'ydingiz, kichkina ish. Bir kosa ovqat kimdan qolmaydi? Shuni olib chiqib berdingiz, xursand qildingiz. Bir bo'ydoq uylana olmayapti, yetim, boshini silaydigan odam yo'q. Boshini silab qo'ydingiz. Sizga arzimagan narsa shuni uylantirib qo'yish. Damogani ketganingizdan 3-4 ming dollar saqlab olyapsiz. O'sha bilan to'y qilib o'tkazib olsa bo'ladi bechorani. Bir xursand bo'ladi u, bir xursand bo'ladi. Duo qilish ham shart emas sizni. Ichidan o'tgan o'sha xursandchilik bo'ldi. Sizni Allohning roziligiga vasila bobidan o'tiraveradi. Hadis shariflarni o'qisangiz, o'rgansangiz, islomning mohiyatiga yaxshilab nazar tashlasangiz, itni sug'arib jannatga kirgan fohisha ayolning hikoyasini o'qiysiz.
Itni sug'organ. Cho'lda ketayotdi. Fohisha ayol, buzuqlik bilan yurgan ayol. Cho'lda ketib turadi. Chanqadi, qarasa quduq. Quduqqa tushib o'zi suv ichdi. Chiqdi nariroqqa ketayotdi, yarim yo'lda bir it chanqoqdan tuproq yalab yotibdi. Ingrab. Shu ham Allohning bandasi dedi. Men chanqagan singari bu ham chanqadi. Buni ham jigari yonyapti dedi. Shunga yordam bera qolay dedi, qaytdi orqaga. Quduqqa tushdi, rosa qiyinchilik edi, har joyi shilindi. Mahsiga oyoq kiyimga suvni olib chiqib kelib itni sug'ardi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom shu ayolni shu amali jannatga olib kirdi deganlar. Qaysi amalni tagida yaxshilik yotibdi? Bilmaymiz. Amallarni kichkina sanamang. Tovuğingizga don berayotganda ham Allohning bandasi bu deb ixlos qiling. Tovuqqa don beryapsiz. O'zi odatda odam o'sha ixlosi bo'lmasa, odamni sug'orib ham jannatga kirib bo'lmaydi. Itni sug'arganga Alloh taolo jannatni ochib yuboryapti. Nimaga? Uni ixlosi bor. O'sha xotin ko'rko'rarga qilmadi-da. Maqtanishga qilmadi. Xolis qildi shu. Maqtanadigan ish emas-ki, to'g'rimi? Vasilalarni izlash kerak. Juda ko'p ilmda bor. Eng yaqin yo'l ilm deydi ulamolar. Ilm o'qigan saringiz eng yaqin vasiladan yetib borasiz. Allohni taniysiz. Allohni taniganingizdan keyin shunga munosib muomala qilasiz. Hayotingizda o'zingiz ham safar qilsangiz, yoningizdagi odamning kimligini tanimasangiz, muomalangiz to'g'ri bo'lmaydi. Kimligini bilsangiz, o'shanga qarab muomala qilasiz, muomala o'rniga tushadi. Misol uchun deylik, bir odam, bir ayol farzand ko'rmagan. 20 yildan beri qalbida dardi bor. Siz tanimaysiz shuni. O'shani oldida bolangizni maqtayversangiz, bolangizni gapiraversangiz, nomunosib ish qilyapsiz. Tanimaganingiz uchun uni. Taniganingizda edi, uni ko'ngliga tegib qo'yishdan qo'rqib shu gapni gapirmasadingiz. Bu bir misol. Nimaga misol? Allohni tanishlik insonni eng yaqin yo'l bilan Allohning roziligiga olib boradi. Allohni tanishimiz kerak. Vasilalar haqida payg'ambar alayhissalatu vassalomdan ham bir qancha hadislar bor. Oyati karimalar bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Robb subhanahu va taologa duo qilishimizni so'ragan. Allohning go'zal ismlari bilan duo qilishlikni so'ragan. Bu ham bitta vasila. Duo qilar ekansiz har doim boshimiz to'ydan chiqmasin, topganimiz to'ylarga buyursin, yashab yuraveraylik deyvermang. Allohning ismini qo'shing. Allohim, sening Rahim, Rahmon sifatingdan seni rahmatingni so'rayman deng. Allohim, seni Vahhob sifatingdan sendan ilm so'rayman deng. Allohim, Qahhor sifatingdan qahringdan panoh tilayman deng. Allohning ismi sifatlarini zikr qilib so'rasangiz, o'sha ismlarning tajallisini ko'rasiz. Hayotingizda aks qiladi. Qadimgi ulamolar ilm uchun siz nima bilan erishdingiz deganda domla Hindistoniyni eshitgansizlar. Shu domla Hindistoniy rahimahulloh aytadilarki, ilm yo'lidagi harakatlarim o'ziga yarashadi, lekin men bitta narsadan umid qilganman, shu orqali Alloh taolo menga ilm bergan. Nima desa, Vahhob kalimasini ko'p aytar ekanlar. Vahhab kalimasi hiba qiluvchi, sovg'a qiluvchi degani. Alloh taolo menga ilm ber deb har yirdimda bomdoddan keyin, namozlardan keyin Vahhob kalimasini ko'p aytardim. Aziz kalimasini ko'p zikr qilgan odamdan azizlik chetlanmaydi. Allohning ismi sifatlari bilan duo qilishimiz kerak, vasilalarni shu joydan qidirishimiz kerak. Yana bir vasilani turi bor. O'shanaqangi hech kimga minnat qilmaydigan, hech kimga ko'rko'rona riyo qilmaydigan amallarni qilib zaxira qilib qo'yish kerak. Allohim, mana shu amalimni seni roziliging uchun olib qo'ydim. Mana shu amalim sababli menga mushkulotlarimga osonlik bergin. Jannatingga kirgizgin, jahannamingdan asragin degan sizda sabab bo'lsin. Nechiga kirdingiz? Yoshingizni hisoblang. Shu kungacha nima amalingiz bor Allohga ko'rsata oladigan? Nima amalimiz bor? Sizniki bordir-da, meniki yo'q. Amallarni vasila qilish hadis shariflarda kelgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom sizlardan oldingi Bani Isroildan 3 kishi yo'lga chiqdi deydilar. Hadis sharif mashhur hadis bu.
Ular tog' yon bag'ridan ketayotdi, birdan qattiq jala quyib yomg'ir yog'di. Bular shu yomg'irdan qutulamiz deb g'orga kirishdi. G'orga kirganlarida suvni oqishligi tog'dan katta bitta tosh ko'chib kelib, g'or og'zini berkitib qo'ydi. 3 ta do'st, 3 ta yo'ldosh nima qilishni bilishmayapti. Katta tosh bosib qolgan, g'or u yog'i tog', bu yog'ida tosh. Nima qilish kerak? Shunda bittalari aytdiki, bu joydan bizni qutqaradigan hech narsa yo'q. Illa Allohga, ya'ni amallarimizni vasila qilib so'rasak, Alloh qutqaradi bizni. Shuning uchun dedi, uchchalamiz dedi, Allohga iltijo qilib dedi, bor amallarimiz bo'lsa, Allohga vasila qilaylik deydi. Shunda bittasi turdi-da Allohga iltijo qildi. Ya Robbim dedi. Meni dedi, amakimning qizi bor edi dedi. Qattiq yaxshi ko'rardim dedi. Shunaqa qattiq yaxshi ko'rdimki dedi, shunga erishish uchun hamma vasilalarni qildim dedi. Oxiri borib shunga pul ham taklif qildim dedi. Qancha bir 1000 dinorga yaqin pul, katta pulni. Taklif qilib, shu bilan endi zinoga yaqinlashganimda qiz aytdiki, mahrini bermasdan yaqinlashma menga, Xudodan qo'rq dedi qiz. Shunda yo Alloh dedi haligi yigit. O'sha joyda pulini ham berib qo'yganman. Hamma sharoitim bo'lib turibdi. Bemalol zino qilaydigan vaziyatdaman. Alloh seni eslatgani uchun qo'rqdim dedi. Ya Rob dedi, sening uchun shundan tark qildim dedi. Bergan pulimni ham olmasdan ketib bordim dedi. Agar shu amalimni qabul qilgan bo'lsang, bizga najot ber dedi. Tosh surildi. Ikkinchi bir kishi Allohga iltijo qilib aytdiki, ya Rob dedi. Meni dedi, ota-onam bor edi, bolalarim ham bor edi. Har kuni kechqurun men qo'ylarimni boqib, sigirlarimni boqib, ulardan sut sog'ib olib kelardim. Birinchi ota-onamga ichirardim, ota-onamga yedirardim, keyin bolalarimga taomni yedirardim. Meni odatim emas ediki, avval bolalarimga berib, keyin ota-onamga berish. Birinchi ota-onamga berardim. Shuni odat qilgan edim. Bir kuni sal kechroq kelib qoldim. Qo'limda yegulik, ota-onamning oldiga kelsam, uxlab yotishibdi. Uyg'otishga ko'zim qiymadi. Bolalarim bu yoqda ovqat bering deb yig'layapti. G'inshyapti. Meni odatim emas-ki, bola otamga bermayman, onamga bermayman birinchi. Ularga berishim kerak. Uyg'otishga ko'zim qiymadi. Mana shu jarayonda tong otdi. Ota-onamning ustida yegulikni ko'tarib o'tirdim. Tong otdi, ota-onam o'zi uyg'ondi. Uyg'onganlardan keyin taomni ularga berdim, qolganini keyin bolalarimga berdim. Ey Parvardigoro, shu amalimni, shu ota-onamni birinchi planga qo'yganimni, kutganimni qabul qilgan bo'lsang, bizga yo'l och, chiqaylik dedi. Tosh yana surildi, ozgina darcha ko'rindi, sig'ishmaydi hali. Uchinchilar aytdiki, ey Parvardigoro dedi. Men dedi bir mardikorlik ishlatgan edim. Ishlatdim. Taxminan 3 kunlikmi, bir haftalikmi oyligini oladigan kuni kelmadi. Bir haftalik oyligi menda qolib ketdi. Keyin o'sha mardikor kelmasdan ketganligi uchun bu pulni nima qilishi bilmasdan bir homilador qo'y oldim shu pulga. Keyin shu qo'yni tug'di, ko'paydi, yillar o'tdi, bir qancha yil o'tgandan keyin shu pul katta maydonda qo'ylar, tuyalar, otlar, boquvchilarga aylanib ketdi. Milliarder bo'lib ketdi. Mana shu qo'y. Bir kun haligi mardikor qaytib keldi. Kelib aytdiki, senda dedi, bir haftalik oyligim qolib ketgan edi. O'sha oyligimni ber, ketaman dedi. Deganda men aytdimki, ana shu vodiyda ko'rib turganing son sanoga yetib bo'lmaydigan qo'y va mol tuyalar hammasi o'sha oyliging, ol ketaver dedi. Deganda mardikor meni masxara qilyapsanmi dedi. Yo'q, masxara qilmayapman. Hodisa shu deb tushuntirib berdi. Mana shu seniki dedi. Menda omonat turgan edi, pul ko'paydi, bu pul seniki bu. Ketaver dedi. Haligi hammasini oldi, rahmat dedi, ketdi. Ey Parvardigoro dedi. Mana shu amallarimni qabul qilgan bo'lsang, bizga yo'l och dedi.
Tosh surildi, uchalasi chiqib ketdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bu hodisani bizga aytar ekanlar, bu uchta voqea inson hayotida uchrashi mumkin bo'lgan juda katta hodisalardan hisoblanadi. Hayotingizda kimnidir yaxshi ko'rib qolmaganmisiz? Halol yo'l turganda harom yo'lga intilmaganmisiz? Ana shu o'rinlarda Allohdan qo'rqing deyaptilar. Va o'sha qo'rqqaningizni vasila qilib qo'ying. Imkoniyatingiz, sharoitingiz bo'lganda, ya'ni o'sha sharoit bo'lganda shuni qilmaslikda katta ish bor. Qila olmagan odamni men qilmayapman deyishligi fazilat emas. Siz Yusuf alayhissalatu vassalom emassizki, sizga kimdir ishqivoz bo'lsa. To'g'rimi? Yusufga ishqivoz bo'lishgan edi. Yusuf alayhissalatu vassalomga ishqivoz bo'lgan ayol oddiy ayol emas edi. Davlat rahbarining vazirini xotini edi. Vazirning xotini ishqivoz bo'lib qolgan. Yana o'sha vazirning qo'lida qul edi o'zi. Sotib olingan, ilgari quldorlik bo'lgan. Bozordan sotib olingan bolaga ishqivoz. Balog'at ketgandan keyin o'zini xonasiga olib kirib, men bilan zino qilasan deb majburlagan. Yusuf alayhissalatu vassalom saroyda. Saroyning eng birinchi xotini xaridor bo'lib turibdi. Allohdan qo'rqaman dedi. Allohdan qo'rqsang, bu ishni qilmaydigan bo'lsang, boshingga balolarni yog'diraman dedi. Marhabo ey balolar dedi Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Sizlar chaqirayotgan zinodan ko'ra menga zindon afzal dedi. Shu balo afzal dedi menga dedi. Qiziq hodisa. Mana shu hodisani payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, agar Yusuf o'sha joyda zindon afzal emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi. Duoda do'stlar, yomonlikni hech qachon so'ramasligimiz kerak aslida. Payg'ambarlarga nisbatan bu gap ta'na emas. Endi Yusufning maqomi yo'q. Unaqa maqomga yeta olmaydi hech kim. Lekin Yusuf alayhissalom, ey ayollar, sizlar menga zinoga chaqirayotganinglardan ko'ra menga falon boshqa narsa afzal deganda Alloh uni ham berardi. U kishi zindonni so'radi, Alloh zindonni berdi. Taxminan 18 yil o'tirganlar. Bitta xotinga labbay demaganlar uchun. 18 yil Allohning hikmati bo'lgan. 18 yil bekor ketmagan. Yaxshi odam qayoqqa borsa gul ochadi, meva beradi. Zindonda o'tirsa ham o'shatga ham foydasi tegan. 18 yil zindonda inson tarbiya qilganlar. Alloh taolo zindonni Yusuf madrasasi deydi o'shaning uchun. Yusufning madrasasida ta'lim topgan odamlar Yusuf bilan birga chiqib Misrni qutqarishgan keyin. Chunki ko'chadagi u zodagonlar, korrupsiyaga botgan poraxo'rlar bilan jamiyatni qutqarib ketish mumkin emas. O'shaning uchun Yusuf zindonga kirish kerak edi, zindonda odam tarbiya qilish kerak edi. Chiqqandan keyin hamma poraxo'rning o'rniga o'zini odamlarni qo'ydi. Va Misrni qutqardi. Biz mardikor ishlatmaganmizmi? Hammamiz ishlatganmiz. Mardikorni ko'proq ishlatib, kamroq ovqat yedirib, vaqtini ko'proq foydalanishga harakat qiladi ba'zilar. Pulni bermaydi. Mardikordan qarsiz siz. Qarsiz. Sizning tilingiz qisiq. Mardikorning tili qisiq emas. Mardikorlik aytma. Yo'q. Mardikorga Allohning rahmati bo'lsin. Halol mehnat, qo'l teri bilan, peshona teri bilan oila boqaman deyapti. U ham haromxo'rlik qilsa bo'lardi, qilmayapti. Ishlatib pulini bermaydi ba'zida. Qarang, mardikorga olib qo'ygan puliga qo'y olib 20 yildan keyin o millioner bo'lib ketdi. Hammasini berib oldi. Va shuni vasila qildi. Ota-onamizga xizmat. Bolalarni hamma odam muqaddam qo'yyapti-da hozir. Birinchi bolasini kiyintiradi, keyin ota-onasini. Ota-onasi kiyinmay yuraveradi. O'zini spalnisi bilan ota-onasining spalnisini solishtirsin, keyin oynaga qarab basharasiga tupurib yorsin. Ota-ona qayerda yotibdi? Ota-onaga, ota-onasi bor odam, jannati bor odam, ha? Ota-onaga bo'lgan xizmat birinchi o'rinda turadi. Otani rozi qilmaguncha Alloh rozi bo'lmaydi. O'yla, qo'yavering boshqani. Ota rozi bo'lmasa, ona rozi bo'lmasa, Alloh rozi bo'lmaydi. Bular ham vasila uchun eng muhim sabablar. Oyog'imizda yotibdi hammasi.
Hammasi bizning atrofimizda turibdi. Kerak emas u butun dunyoga jar soladigan amallarni qilishi. Keragi yo'q. U xavfli u. Mashhur bo'lib ketishlik, hammani ko'zida, ko'z o'ngida bo'lishlik o'ta xavfli. Shayton oldida yuradi shuni, shayton. Kibrga, g'ururga, manzo'r gapiryapman, manzo'r ish qilyapman dedirtirib qo'yadi. Bu yomon bu. Bunaqa deb borib odam xor bo'ladi oxirida. Eng muhimi oldingizdagi oyog'imizni tagidagi amallarni qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloni roziligi biz bilmaymiz qaysi amalni ostidaligini. Vasilalarni shuning uchun Alloh taolo izlanglar dedi. Wabtagu ilayhil vasilata. Allohga erishtiradigan vasilalarni, vositalarni qidiringlar. Izlanglar. Nima bo'lsa ham qilinglar. Ko'chada bir axlat yotibdi. Shuni olib shundoq axlatxonaga tashlab olib odamlarni ta'bini yomon bo'lishdan asrasangiz, iymonning bir sho'basi dedilar. Iymonning bir sho'basi, eng kichkina sho'basi amatatul adha anit tariq dedilar. Yo'ldan axlat top tashashlik. Mashinada axlat otib ketyapmiz hozir. Iymonga zid ish qilyapmiz. Islomning ta'limotlariga agar amal qilsak, biz baxtli yashaymiz. Hayotimiz ham go'zal bo'ladi. Hamma sohamiz, iqtisod, siyosat, ekologiya, aholishunos hammasi yaxshi bo'ladi. Ta'lim, tarbiya hammasi yaxshi bo'ladi. Qayerda problema bor? Qayerda muammo bor? Qayerda biz muammoga duch kelyapmiz? Iqtisoddami? O'sha joyda qanaqadir ribo aralashyapti. Birovi haqqi bor. Boshqa bir masalada ta'limda adashyapmizmi? Ta'limda intizom yo'q, nimadir ixlos yo'q. O'qituvchilarning aksariyati ayollar qolib ketdi. To'g'rimi? Bolalarimizni ayollar tarbiya qilyapti. Tarbiya qilsin, mayli, ayollarning tarbiyasiga gap yo'q, lekin erkak o'g'il bolalarni o'g'il bola bo'lib tarbiya topishlik uchun erkak o'qituvchilar kerak. Rujulatni o'rgatadigan, mardlikni o'rgatadigan, vatanni yaxshi ko'radigan bola tarbiya qilish uchun kerak. Ayol ham mayli, ayollarda endi hissiyot o'rgatadi. Ayol tarbiya qilgan odamlarning ko'pi shoir bo'ladi. Erkaklar tarbiya qilgan odamlarning ko'pi davlat rahbari bo'ladi. Bizga shoir ham kerak, davlat ham kerak-da bizga. To'g'rimi? Jamiyat ham kerak. Alloh uchun, Allohning roziligini topish uchun vasilalarni izlashimiz kerak. Umraga keldingiz, nima uchun keldingiz? Bu ham bir vasila. Bu suhbatga tushdingiz, tushmaganlar o'tiribdi. Bu ham bir vasila. Bitta narsani o'rganib qolsam, shu bilan Allohning roziligiga erishib qolsam, vasila bu ham. Salom bersangiz vasila, alik olsangiz vasila. Bismillah deb ovqat yesangiz vasila, alhamdulillah desangiz vasila, hammasi vasila. Birortasini kichkina sanamang. Qadimgilar ko'p yig'lashardi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kuni Madina Munawvarada ketayotgandilar. Bir jamoat o'tirib, anekdot aytishib, kulib, qahqaha otib o'tirishgan ekan. Shunda aytdilarki, "Hey jamoat" dedilar. Agar men bilgan narsani sizlar ham bilganinglarda edi, kamroq kulib, ko'proq yig'lardinglar dedilar. Mana shu hadisdan keyin sahobalarni qahqah otib kuladiganini ko'rmagan odamlar. Endi xursandchilikda kulasiz, bunga gap yo'q, lekin doimiy kulgi bilan, doimiy shu yengiltaklik bilan yashash yarashmaydi musulmonlarga. Jiddiy ishlarimiz bor bizda. Xususan Falastinda mazlumlar mana shu holatda bo'lganda kulgi qanaqa yarashadi? Ha? Turkistonda Uyg'urlar yig'lab turganda biz qanaqa kulamiz? Qadimgilar ibodatni joyida qilishgan. Masalan, Said ibn Musayyab 40 yil tasavvur qiling. 40 yil Madina Munawvaradagi masjidda 5 vaqt namozni Allohu akbarni kechiktirmagan. Imom Allohu akbar desa orqasida Allohu akbar deb turgan. 40 yil. Aqiq degan vodiy bor. Madinada sal bahavo joy bor. Bizda hozir dacha deymiz. Dachaga o'xshagan joy. Kasal bo'lib qolganda ular Said ibn Musayyabga yuring shu yerda sizga joy qilib qo'ydik, ozgina kasal davolaning deganda jamoatmi bo'ladi degan. Dam olgani chiqmagan jamoatdan qolib ketyapman dedi. Shu odamlarning ko'zlari doim yosh bo'lgan. Ahvolim nima bo'lar kim bo'lgan? Yig'lashgan shular.
Said ibn Musayyabning qizi bo'lgan. Juda ham chiroyli, ilmli, taqvoli. Said ibn Musayyabning qiziga Abdulmalik ibn Marvon o'zini o'g'li Hishom uchun so'ragan. Qizingni menga ber degan. Endi Abdulmalik ibn Marvonning kimligini aytaymi? 80 ta davlatni birlashtirib podshoh bo'lgan odam. Bu bitta kichkina Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonning podshosi emas. Shu bizning davlatlarga o'xshagan davlatlardan 80 tasini birlashtirgan. Podshoh, xalifa Abdulmalik ibn Marvon o'g'li Hishom uchun ber shu qizingni deganda, "Yo, bermayman" degan. Uni tazyiq qilishgan, "Yo'q, men bermayman" degan. Keyin vaziyatni qarayaptiki, qizni baribir bo'la oladi. Keyin shogirdlari o'zi muhaddis, Madina Munawvarada masjidda hadis aytadi. Shogirdlarga qaradi. Qarasa, Abul Vado degan bir shogird bir oycha ko'rinmay qolib ketdi. Bu yoqqa keldilar. Hamma ketgandan keyin o'tir dedilar. Nimaga bir oydan beri darsga kelmayapsan? Ayolim o'tib qoldi. O'shani janozasi bilan mashg'ul bo'lib qoldim. Shunga darsga kela olmadim. Ha, shunaqami? Uylanmadingmi? Yo'q, uylanmadim. Kishini chaqirdi, o'tir dedi. Endi bitta qizim bor dedi. O'sha qizni senga berdim dedi. Ustoz dedi, Said ibn Musayyib. "Ya qara. Meni dedi 3 dirham pulim bor dedi. 3 dirham hozir bizning o'zbek pulimizda 65 ming so'm. 65 ming so'm pulim bor. Men qana uylanaman dedi. Bo'ldi dedi, men 50 mingga berdim qizni dedi. 15 ming to'yga xarajat qilasan dedi. Hayron bo'lib ketdi, xuftondan keyin ketdi. Abul Vado aytadi, kechqurun o'sha kuni deydi. Eshik taqillayapti deydi. Kim desam, Said debdi tashqarida. Hayolimga Madinadagi hamma Saidlar keldi deydi. Said ismli odamlar. Kim bo'lishi mumkin? Hech kim. Faqat shu Said ibn Musayyab ustoz bo'lishi mumkin. Lekin tasavvur qilmayapti, chunki 40 yil faqat masjidga qatnagan odam. Birov uyga bormagan. Meni uyimda nima qiladi? Bitta olsam ustoz turibdi deydi. Labbay ustoz desa eshikni och. Yo'llarida qizlarni olib ketdilar. Kir dedilar, kirgizib yubordilar. Bir kun nikohsiz hayot kechirishingga rozi bo'lmayman men. Ol, qiz, senga berganman. Kirgizib yubordim deydi. Biz deydi, hang-mang bo'lib qoldik deydi. Eshikni olib ketib yuborgan, qiz ichkariga kirganda topib tashagan, hushdan ketgan. U ham yosh qiz endi. Onam keldi deydi. Nima bo'ldi? Ustoz shunaqa qildi. Ha, bo'ldi, mayli. Lekin sutim senga halol emas, 3 kungacha qizga tegmaysan. Dedilar deydi. Chunki to'ymi to'y. Qo'ni qo'shnilarni chaqirdik deydi. Qizni, kelinni jihozlash singari jihozlashdi deydi. Xullas, shu bilan undan nikohlandik, hayot kechirdik. Keyin darsga bordim deydi. Darsga borib o'tirsam, "Mehmoning qalay?" deb so'radi deydi ustoz. O'zini qizini so'rayapti. Mehmon juda go'zal suratda, hammasi yaxshi joyida. Hamma darsdan ketgandan keyin chaqirib turib ozgina pul berdi deydi. Ozgina pulni bitta ochsam deydi, 2000 dinar deydi. 20 dinar nisob. 20 dinar taxminan 3000 dollar bo'ladi. 10 baravari 30 ming bo'ladimi? 100 baravari 300 ming bo'ladi. 300 ming dollar berdi-da bor ishlatasan deb ketkizib yubordi deydi. Said ibn Musayyib mana shunaqangi odam bo'lgan. Podshoh so'rayapti, bermayapti. Nima uchun bu shogirdga berdi desa, ulamolar aytadiki, o'sha shogird kechqurun tahajjud o'qiganini ko'rgan ekanda bu. Kechqurun ibodat qilganini ko'rgani uchun shu shogirdlarning ichida shu munosib berib yuborgan. Podshohdan qutulish uchun. Ana shu odamlarning ko'zi yosh bo'lgan. Qalbidan xavotir qilgan. Qilgan amallarini qabul bo'larmikin deb yig'lab o'tgan. Biz bo'lsa kulyapmiz. Qadimgilar ibodatlarim qabul bo'larmikin deb yig'lagan. Biz gunohlarimizni ustidan kulib o'tiribmiz. Farqimizni qarang. Bemalol aytayapti, qalbim toza deyapti. Islom tarixida Allohdan qo'rqqan birorta shaxsiyat qalbim toza demagan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom kuniga 70 marta istig'for aytaman deganlar. Rasulullohning qalbi toza. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning ko'kraklari kesilib, shaytonning nasibasi olib tashalgan.
Shayton vasvas qila olmaydi. 70 marta, bitta rivoyatda 100 marta istig'for aytaman. Qalbimning qorayib ketishligidan xavotir qilib deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qo'rqmay, jur'at bilan qalbim toza deyapti. Bu shayton vasvasasi. Men bir jumlada yozgan edim. Qalbim toza degan jumla eng kir jumla. Shaytondan chiqadi bu gap. Inson o'zini pokman deyishligi bu Allohga nisbatan jang e'lon qilish. Alloh taolo vallohu a'lamu biman ittaqa degan. Va la tuzakku anfusakum. O'zingizlarni oqlamanglar. Men qalbim pok demanglar. Alloh biladi kimning qalbi qanaqaligini. Vasilalarni izlashimiz kerak. Vasilalar bizni Allohning roziligiga erishtiradigan amallar. Bir keksa odamni duosini olib haqqimga duo qiling. Bu ham vasila. Tirik odamga kelib turib haqqimga duo qiling deyapsiz, to'g'rimi? Nimaga to'g'ridan to'g'ri Allohga duo qilmayapsiz? Bu odamdan duo so'rayapsiz? Shirk bo'ladimi? Yo'q, shirk bo'lmaydi. Chunki sizdan yoshi ulug' odamni ko'rsangiz, siz shunaqa tasavvur qilingki, bu odam mendan ko'proq yashadimi? Bu ko'proq ibodat qilgan bu. Bu Allohga ko'proq yaqinroq mendan ko'ra. O'shaning uchun buni duosidan foydalanib qolayin. Allohim shu keksani duosidan meni foydalantirgin. Yoshlardan ham duo olish mumkin. Yoshdan qanaqa duo olasiz desa, bu mendan yosh. Men qilgan gunohlarni hali qilmagan bu. O'shaning uchun bundan men duo olib qolay deng. Olimlardan, qorilardan, shayxlardan duo olish kerak. Eng duoni o'qi onani duosi. Onadan duo olish kerak. Hatto Ibn Abbosdan bir rivoyat bor, radhiyallohu anhu. Bir odam kirib, bir odam aytgan, men bir qizni yaxshi ko'rib qoluvdim, sovchi bo'ldim, tegmadi, boshqa yerga tegib ketdi. Rashkim qo'zg'ab borib o'ldirib qo'ydim qizni. Shu gunohim kechiriladimi? Deganda, onang bormi deganlar. Qarang. Ha desa, onangning duosini ol derdilar-da. U onam yo'q dedi. Tavba qil, Alloh kechiradi agar astoydil tavba qilsang deganlar, bu ketdi. Keyin shogirdlari so'rashgan. Nimaga onasini so'radingiz deganda, farzand uchun ijobat bo'ladigan duolar ichida onaning duosidan zo'ri yo'q. Onalar farzand haqqiga duo qilish kerak. Onalar farzandni haqqiga hazillashib bo'lsa ham qarg'amaslik kerak. Ko'p qarg'aydi odamlar. Qarg'aganingizda ham iloyo Makkaga imom bo'l deb qarg'ang. Iloyo shu ummatni yaxshi manfaatli odamiga aylan deb qarg'ang. Qarg'ash emas o'zi bu. Duo qiling. Chunki ijobat bo'ladi. Alloh taolo bizlarni o'zini roziligiga erishadigan vasilalarga munosib qilsin. Ko'p yaxshiliklarga o'zi Alloh taolo tavfiq bersin. Yaxshi yo'lda qadam tashab, dunyodan iymon bilan o'tib olishimizni o'zi nasib qilsin. Vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Kimda nima savol bor? Yaxshilab duo qilib bering. Xo'p bo'ladi. Sajdada uzoq turib duolar savol. Va alaykum assalom. Subhana robbiyal a'la qayt bo'lgandan keyin vaqt bo'lyapti. Shunda boshqa nimalarni so'rasa bo'ladimi? Farz namozlaridami? Yo'q, farz namozlarida Subhana robbiyal a'lani 3 marta aytish kifoya emas o'zi. Ya'ni 3 martada biz to'xtaganmizda, uni 5 marta, 7 marta, 9 marta, 11 marta aytaverasiz. Toq aytasiz, aytaverasiz. To o'tirguncha. Farz namozlarida Subhana robbiyal a'ladan boshqa rivoyat kelmagan. Sajdada. Endi nafil namozlar bo'lsa, tahajjud o'qiyapsiz, nafil, ularda Subhana robbiyal a'ladan keyin boshqa duolarni, Qur'onda kelgan, hadisda kelgan duolarni qilsangiz bo'ladi. Ma'qul. Odam bilmasdan hojatga kirib qoldi. Esiga tushib qoldi. Chiqqandan keyin yangilash kerakmi yo hali nima qilmadi? Yo'q. Tahoratxonaga kirib chiqsa, tahorat sinib qolmaydi. O'sha inson tahorat sinishiga sabab bo'ladigan voqea amalni qilsa keyin tahorat sinadi. Mumkin bo'lmaydi. Hattoki bir odam hojatxonaga tushib ketdi deydik, tahorati bor edi. Chiqqandan keyin yuvinib cho'milib olsa bo'ldi, tahorati bor, sinmaydi. Tahorat insondan bir narsani chiqishligi bilan sinadi. Tahorat insondan najosatni chiqishi bilan sinadi. Masalan, qon najosati
chiqib joyiga oqsa sinadi. Lekin ba'zilar so'raydi, misol uchun. Mana shu subliminal savollar bor-da, subliminal. O'zbekchasiga nima deydi uni? Yo'q, subliminal degani savolni beradi, javobi unga kerak emas. Siz javobni berasiz, javob ham aniq. U boshqa narsani o'ziga javob qilib oladi. Shuni subliminal deydi shuni. Qanaqa masalan, sigaret chesa tora sinadimi? Fiqhda yo'q deysiz. Tora sinmaydi. U nima deydi? Ha, sigaret cheksa bo'laverar ekan deydi. Tahorat sinadi o'zi. Yo'q, sinmaydi o'zi. Najosat kirsa sinmaydi, chiqsa sinadi. Bir odam bilmasdan bir piyolada suv turibdi. Chanqadi bitta ichib yubordi. Yutib olgandan keyin bildi, aroq ekan u. Tora sinmaydi. Najosat kirib ketdi unga, sinmaydi. Agar kay bo'lib qolsa, mas bo'lib qolsa, unda sinadi. Chunki mas odamdan nima chiqdi, nima chiqmadi bilmaydi-da. O'shaning uchun u torat sinadi u. Endi subliminal savol shunaqa bo'ladi. Ha? Bir savolni beradi, orqasidan boshqa javobni xohlaydi, boshqa javobni ko'zlab oladi. O'shaning uchun o'zi savolga uchraydigan maqom juda xatarli. Masalan, menga savol beryapsizlar, men hamma narsani bilmayman o'zi. Sizlar bilan bir xilman. Xatarlida savol bergan odamning farosatiga qarab javob berish kerak o'zi. Kim savol beryapti? Qanaqa holatda bu? Ko'zida nima bor? Turish qanaqa? Rangi qizarmaganmi? Hammasiga e'tibor berish kerak. Ko'p joyda aytib berganman, o'rniga kelgan uchun aytib ketay, masalaga mohiyatni yetishga foyda beradi. Haligi hodisani ikkinchi hodisasi bor. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan oldilarida turgan majlisda so'ragan odamga Alloh kechiradi dedilar uni. Onang bormi dedilar? Yo'q. Tavba qil, kechiradi dedilar. Bir qancha vaqtdan keyin tashqaridan bitta odam kirib kelib so'ragan, tashqaridan. Ibn Abbos degan. Bir odamni o'ldirsam, gunohi qiyomatda kechiriladimi degan. Haligiga qarab turib kechirilmaydi deganlar. Bo'ldi deb ketgan. Keyin shogirdlar hayron bo'lgan. Yaqinda bittasi so'radi, kechiriladi dedingiz. Ha? Domladan ayt topadi ko'pchiligi. Kecha undoq dedingiz, bugun bundoq dedingiz. Ha, domla shuna deydi. Kecha sen so'ragan eding, bugun boshqasi so'rayapti. Kecha sen so'rading, bugun xotining so'rayapti savolni. Sen xotiningni yomonlagansan, bugun xotining seni yomonlayapti. To'g'rimi? Nimaga kechiradi dedingiz, bugun bunga kechirmaydi deyapsiz deganda, bu odam dedilar, oldida turgan odamni. Gunohni qilib bo'lgan. Qilib bo'lgan. Endi bu tavbaga yo'l qidiryapti, vasila izlayapti. Bunga Alloh kechirmaydi desam, umidsiz bo'lib qoladi. Ibodatni ham tark qiladi, tamomila hayoti xarob bo'ladi buni. Bunga umid berish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha yaghfiru zunuba jami'a degan. Alloh butun hamma gunohlarni kechiradi degan. Tavba qilsa kechiradi. Ha, u odamchisi u hali qilmagan u ishni. Kim bilandir urushib, janjallashib keldi hozir. O'ldirishdan oldin mulladan fatvo olmoqchi. Ko'zidan ko'rinib turibdi, rangidan ko'rinib turibdi. Hozir kechiradi desam borib odam o'ldiradi bu. O'shaning uchun unga kechirmaydi dedim. U holatga qarab bo'ladi. Hammaga bir xil javob beraman degan odam yolg'onlarni 5000 tasini aytibdi. Hech ham mumkin emas. Hech ham mumkin emas. Hammaga maqomiga yarasha javob beriladi. Erkakka berilgan javob ayolga berilmaydi. Keksaga berilgan javob yoshlarga berilmaydi. O'shaning uchun maqomga ko'ra ehtiyot bo'lish kerak. So'raladigan joyga chiqma deganlar o'zi. Iloji boricha. Hech kim yo'qligi uchun mendan so'rayapsizlar-da, lekin men ham sizlar bilan bir xilman. Shuning uchun sigaret cheksa torasi sinadimi deb so'ramanglar mendan. Chekmanglar yaxshisi. Umra badal haqida ozroq bir tushuncha. Umra badal. Umra qilgan do'stlarimiz kimningdir nomidan umra qilmoqchi bo'lsalar, o'sha umra qiluvchi odamning nomini aytib ihrom bog'laydilar. Ihrom Oysha onamizning masjidlariga borib. O'zi asli Makka ahliga edi Oysha onamizning masjidlari. Boshqa yoqqa chiqib kelish kerak derdi. Endi hozir qiyin mashaqqat bo'lganligi uchun ba'zilar shuni ham ijozat beradi. O'sha umra nomidan qilinayotgan odamning nomidan ihrom niyat qiladi. Va yana bitta sharti, o'sha nomidan umra qilayotgan kishingiz sog' salomat, o'zi umra qilish imkoniyati bor odam bo'lmaslik kerak.
yo dunyodan o'tib ketgan bo'lish kerak, yoki shunaqangi kasalki bu odam umra qila olmaydi. Shunaqa bo'lsa, uni nomidan qilsangiz bo'ladi. Lekin sizlarga osonroq ilmiy narsani aytaman, umra badaldan ko'ra tavof qiling. Tavof ko'paytiravering. Bitta umra qilishga ketgan vaqtda taxminan bir 10 marta tavof qilasiz. Har bitta tavofingiz ibodat. Ya'ni bitta niyat qilasiz, 7 marta aylanasiz, 2 rakat namoz o'qiysiz, shu tavofimni odamning nomiga, dadamning nomlariga baxshida qildim deb duo qilasiz. Bo'ldi, yaxshi bo'laveradi shu. Tavof tashqaridan kelgan musofirlar uchun eng afzal amal deyilgan. Nimaga? Chunki Ka'ba shu yerda borda, boshqa joyda yo'q. O'zbekistonga ketsa, Ka'ba bizdan uzoqlashib qoladi. Ka'badan foydalanib qolish kerak. Haramning Ka'basi biz uchun eng muhim imkoniyat. Ko'proq tavof qiling, ko'proq tavof qilib duo qiling. O'sha tavoflarda o'tganlarning nomiga baxshida qilsangiz bo'ladi. Hojaga uni ihrom kiyib qilamizmi yo Shart emas. Yo'q. Umra qilgan odam ihrom kiyadi. Tavofda ihrom shart emas. Oddiy kiyimda ham qilaverasiz. Tepadan qilasiz, kirgizasiz. Hozir ko'pchilik masalan yoshlar yoshlarga sport zaliga chiqib trenirovka qilyapti, ayrim bir ozg'inlarga masalan o'sha trenerlar ko'proq ovqatlanishni, ya'ni sal me'yordan ko'proq ovqatlanishni tavsiya beradi. O'sha vazn olish uchun, bo'shatish uchun shu ko'proq ovqatlanish noto'g'ri, ya'ni o'zi to'ygandan keyin ham ozroq yeyishni tavsiya qiladi. Treneringiz o'qimishli emas ekanda. Aysiz men trener beraman. Kam yevam vitamin olsa bo'ladi. Ko'p ovqat yesa vitamin ko'p bo'ladi degan gap yo'q. Masalan deylik, 20 ta tuxumni kuchini bitta protein beradi. Bo'ldi? Ovqat yeysiz oddiy o'sha masalan shug'ullanayotgan odam, mehnat qilayotgan odam, uy qurayotgan, yer chopayotgan odam mehnat qilyapti. Ovqat yeyish kerak. Oz yeyish kerak ekan deb ya'ni mehnatda charchab qolmaslik kerak. Baquvvat ovqatni yeb, mehnat qilish kerak. Endi shug'ullanayotgan odam ham shu. Niyatini go'zal qilsa ibodat u. U ibodatiga kuch kerakmi, quvvat kerak. Bizni o'zbeklarni hozir maqtanadigan taraflarimiz ko'p o'zi. Ko'pchilik bilmaydi-da, bizda men aytsam ba'zilar endi mubolag'a qilyapti deyishdi, o'zlari statistika berishyapti. Bizni xalqimiz buzilmagan xalq. Bizni millat aynimagan millat. Juda ko'p narsamiz saqlanib qolgan bizda. Hozir dunyo bo'yicha eng testosteroni baland xalq o'zbeklar ekan. Biz ekanmiz. Testosteron degani yigitligi, ya'ni qaynab turgan yigitlar degani. Birinchi o'rinda ekanmiz. Statistikalar chiqarishyapti. 3 yildan 4 yildan birinchi o'rindamiz. Nimaga desa, biz sog'lommiz hali. Bizda jasad sog'lom, aql sog'lom, axloq sog'lom. Ta'lim tarbiyamiz sog'lom bo'lgan. Yomon bo'ladi degan narsani tap-tut ushlaganmiz biz. Qani dalil demaganmiz, to'g'rimi? Yomon bo'ladi desa qabul qilganmiz. Yomon bo'ladini tagini ulamolar keltirib bergan. Buni orqasida falon hadis bor, buni orqasida falon oyat bor deb aytishgan. Biz bunga mahkam yopishganmiz. Ibodatlarimizni tagi mag'zini ko'rsangiz, payg'ambar alayhissalatu vassalom qo'ygan narsa. Bizda 5 vaqt namozdan keyin imomlar nima qiladi? 33 martadan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar qiladi. Jamoatga bormagan kim shuni to'xtamay qilib yuribdi? Jamoatga borsangiz qilasiz, to'g'rimi? Payg'ambar alayhissalatu vassalom dan Madinada kambag'allar kelib so'ragan. Ya Rasululloh, amallarning hammasi boylarning qo'liga o'tib ketdi. Jannatdagi katta maqomlarga ular ega bo'lyapti, bizga qolmayapti. Chunki biz bilan birga namoz o'qiydi ular, roza tutadi, lekin ular zakot beradi, pul sarflaydi, puli bor ularning. Bizda unaqa imkon yo'q. Biz jannatda orqada qolib ketamizmi deb so'rashgan. Savolni qarang. Odamlarni dunyo qarash shunaqa bo'ladi-da. Ha? Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalom bir narsa o'rgatib qo'yaman. Shuni har namozdan keyin qilib yursanglar, shuni qilmagan odam sizlarga yetolmaydi deganlar. Ajrda, mukofotda. Yuqorida vasila dedik-ku, bu ham bir vasila.
Nima desa, mana shu 5 vaqt namozdan keyin subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbarni 33 martadan aytib yuringlar dedilar. Bizni diyorlarda hamma masjidda aytiladi-da. To'g'rimi? Endi jumada biroz hozir dangasalik qilyapsiz, jumada ham aytardi ilgari. Masalan, bizning qishloqda jumada aytardik har doim. Hattoki bizda jahriy aytilardi. Bid'at deb qo'yadi ba'zilar. Qo'y, sen uchun bid'at bo'laversin. Bu Rasulullohning sunnatlarida bor. Zikr bormi? Mana shuni qilib yurgan odam, buni qilmagan odamlardan ko'ra jannatda maqomi baland bo'ladi dedilar Rasululloh. Hadislari bu sahih hadis. Endi Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak dudoqlaridan chiqqan dur gavharga ishqivoz ko'p edi. Sahobalar shunaqa edi. Payg'ambar alayhi salatu vassalomni u so'zlari ku bosh ustiga edi. Bir tola sochlarini isrof qilmagan sahobalar. Bir tola sochlarini umrlarida 2 marta soch oldirganlar, ikkalasida ham sochni talabash qilib bo'lib olishgan. Xolid ibn Valid dubulg'asiga Rasulullohning sochlarini qo'yib olib jang qilardi. G'alabamning sababchilaridan biri deb qo'yardi. Bir jangda dubulg'asi tushib ketdi, jangni to'xtatib dubulg'ani qidirtirgan. Topib keyin qo'yib keyin jangni boshlagan. Rasulullohning sochlarini asragan millat hadislarini nima qilishi mumkin? Endi tasavvur qilavering. Bu gap tarqab boylagan yetib bordi-yu, boylar ham bu ishni qilishni boshladi keyin. Kambag'allar yana kelgan. Ya Rasululloh, avvalgi gapingizni boylar ham eshitib qopti-da. Ular ham biz bilan bir xil zikr qilyapti-ku. Nima bo'ladi endi deganda, "Zalika fadlullohi yu'tihi man yasha, vallohu vasi'un alim" deganlar. Bu endi Allohning fazli. Boy bo'lsangiz, taqvodor bo'lsangiz, dunyodagi eng yaxshi odam bo'lasiz. Chunki sharoitingiz ham bor. Amalingiz ham bor. Ko'proq ish qila olasizda. U endi Allohning fazli. Boylar bor, puli ko'p, sharoiti bor, masjidlar quradi. Yo'llar qilgan, yaxshi ishlarni qilgan. Lekin namozdan keyin tasbihlarni gapirmaydi, aytmaydi. Siz tasbih bilan o'tib keting unda. O'tamiz. Demak, bizni millat hali aynamagan do'stlar. Endi aynitishga harakat qilishyapti. Hozir ijtimoiy tarmoqlarning 100% psixologiyasi, tagidagi falsafasi, nazariyasi odamlarni ongsizlashtirish ustiga qurilgan. Ongsizlashtiradi. Ya'ni yengiltak qiladi. Saviyasizlashtiradi. Keyin nima bo'ladi? Xohlagan paytda ularni oyoqqa ko'tara oladi. Xohlagan tomonga boshqara oladi. Bu globalist sistemani siyosati bu. TikTokda o'tirib bir-bir bilan battle qilayotgan bolalarning ba'zi videolarini ko'rib qolasiz, odamlikdan chiqib ketgan. Voy, battleda bittasi ular bilmayman qanaqa usul qiladi. Qanaqadir shart aytar ekan, yutqizib qo'ysa, u shartni qilar ekan. Aytayapti, o'zing najosatini yegin deyapti. Videoda najosatini yeyapti. Astagfirullah va atubu ilayh. Maqsad shunaqa. Ularni ya'ni saviyasiz qilib keyin boshqarish. Biz bolalarimizni, millatimizni mana shu balodan saqlab qolishimiz kerak. Nimaga jon kuydirib gapiryapmiz? Nimaga bu millatning sha'nini qayta tiklash kerak deyapmiz? Chunki biz potensiali bor xalqmiz. Hujum bizga. Dunyoni qarang. Ukrainani Rossiyani boshiga balo qilishdi. Tayvanni Xitoyni boshiga balo qilishdi. Myanmarni, Pokistonni, Hindistonni boshiga balo qilishdi. Bir-biri bilan urushyapti. Turkiyani boshiga kurdlarni, armaniylarni balo qilishdi. Janjal bo'yotibdi. Gruzin bilan Ozarbayjon bilan Armaniston muammo bo'yotibdi. Amerika teppa-tinch. Falastinni zulm qilib yotibdi sionistlar. Xitoy Uyg'urlarni muammo qilyapti. Bular hammasi siyosiy rejalar. Avvalo qilib qo'yib o'zlarining rejalarini qilishyapti. Ular ilm bilan shug'ullanyapti, tijorat bilan shug'ullanyapti, molni nazorat qilyapti. Biz yo urushni fitnasiga tushyapmiz, boshqa xalqlar, yoki iqtisodiy qaramlikka tushyapmiz, chiqib keta olmayapmiz. Mo'ljal O'rta Osiyo birodarlar, bizni xalqlar. Hozir intrigalar shu ketyapti hozir. Ba'zi elchixonalarga jurnalistlarni chaqirib, ularga ovqat berib, pul berib, millatni yomonla deyapti. Harakat qilishyapti xalqimizni ichidan shunaqangi chiritishlikka. Bolalarni chiqarib, ana itni
mushukni suratiga kirib ko'chada yurishligini qilishyapti. Kvadrodoplarni deganlari. LGBTni targ'ib qilib yotishibdi. Ayol erkinligi, gender tenglik deb ayollarning huquqlarini oyoq osti qilishyapti. Ayol bilan erkak inson sifatida teng. Islom aytadiki, yo'q deydi. Ayol bilan erkak teng emas deydi. Kim afzal desa, ayol afzal deydi. Ayol erkakdan ustun turadi. Ya'ni fazilat borasida. Chunki butun millatni tarbiya qiladigan kim? Ona. Ona biz qanaqa biz nima qila olamiz biz? Ko'chadan buyoqqa kelmasak, bolani kim tarbiya qilyapti? 80%. Ona tarbiya qilyapti. Islom tarixiga qarang. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni ona tarbiya qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam. To'g'rimi? Imom Maliki mazhabining imomi. To bugunga qadar islomni o'rgatgan madrasa. Ona tarbiya qilgan shuni. 6 yoshida ko'chaga olib chiqib masjidga odamlarga qo'shib orar ekan. Bor, shuni olib kelinglar dedi. Shoba ibn Hajjoj, muhaddislarning imomi, Buxoriy oldida ta'zim qilgan shu odamni. Shoba ibn Hajjoj 2 yoshda yetim qolgan, otasi o'lib, onasi tarbiya qilgan. Shoba. Muhaddislarning kitobini o'qisangiz, shobasiz hadis yo'q. Shu odamni ona tarbiya qilgan. Imom Buxoriy kim tarbiya qilgan? Ona tarbiya qilgan. Dadasi o'tib ketgan 6 yoshli bolani ona tarbiya qilgan buni. O'sha ko'chaga olib chiqib, bu ham masjidga o'sha imomlarga qo'shib bergan. Boringlar shuni darsga olib borib kelinglar qilib. Ko'r bo'lib qolganda kechasi yig'lab uxlamas ekan onaya. Kechasi bilan yig'lab uxlamas ekan. Tahajjudda uxlab qolsa, Ibrohim alayhissalom kirib tushlariga. Seni yig'inga, seni iltijoyingga ijobat o'laroq o'g'lingni ko'zini Alloh qaytarib berdi degan tushlarida. O'rnidan turib yugurib kelib Buxoriyni uyg'otgan. Turib ona sizni ko'ryapman degan. Nafaqat xizmat, duo, iltijo, ayol afzal bo'lib turadi. Voy, bizning islomda ayol afzal. Gender tengligi deb ayolni pastga urmalaring. Teng bo'lmaydi, mumkin emas. Jismoniy tomondan, siyosiy tomondan erkak ustun. Siyosatda ayolga berib bo'lmaydi. Masalan, oilani ushlab turgan narsa nikoh, to'g'rimi? Oilani ajratib yuboradigan narsa taloq, to'g'rimi? Taloq siyosatmi? Siyosat. Kimning qo'liga berilgan? Erning qo'liga berilgan. Siyosat erning qo'lida turish kerak. Xotinning qo'liga buni berib bo'lmaydi. Xudo asrasin. Hozir xotinning qo'lida bo'lganda mi taloq? Hammamiz hozir iddada o'tirgan bo'ladi. Ya bir kunni 10 marta taloq qiladi xotiningiz. To'g'rimi? Ha, buni xotinlar ham biladi. Ha, deydi, to'g'ri deydi. Yaxshi ham taloqsizda deydi. Yaxshi ham ersizda taloq huquqi deydi. Bo'lmasa deydi biz dabdala qilamiz ham ayol deydi. Ha, demak, har kimga o'zini maqomini berish kerak. Gender tengligi degan. Hozir o'rni kelganda aytib ketay, O'zbekistonda Rasul Kushirbayev degan do'stimiz bor. Shuni gender tengligi haqidagi gapini o'shanaqangi sekulyarlar, ichimizdagi xoinlar, o'sha bizni millatni buzmoqchi bo'lgan odamlar buni sudga berish kerak deb yotibdi. Yo'q, gender tengligi inson sifatida huquqlar tengligi bor. Hammasini o'zini o'rnida gaplash kerak. Lekin afzallikda ayollar afzal. Chunki ular front ortida tarbiya qilib beradi bizga. Hamma narsani shular qilib beradi. Siyosatda, kuch-quvvatda, hayotning og'ir yuklariga erkak kishi quvvatli, kuchli. Erkakka kuchli deganingizdan keyin unga ko'proq yuk yuklaysizda. Ayolni kuchli deyishdan ko'zlagan maqsad ular ayolni xorlash uchun qilishyapti bular. 1924-yilda Lenin degan bitta lain, inqilob qilib bizni O'rta Osiyoni ham bosgan. O'rta Osiyo xalqlariga ular qaysi ko'z bilan qaragan? O'sha Leninning siyosatidagi odamlar. Lenin Rossiyada ham, ruslarning ichida ham xush ko'rilgan odam emas. Bilasizlar, bolsheviklarga qarshi chiqqan, bular mensheviklar, bolsheviklar o'rtada ancha narsa bo'lgan. Nikolay podshoni qirdirgan. Bolasigacha, beshidagi chaqaloqgacha.
Leninning siyosati Yevropaning siyosati bo'lgan. Leninning kuratorini oti Paulus. Yevropada Paulus degan odam bo'lgan, bu sionist, Sion tashkilotining egasi. Lenin bilan shartnoma tuzgan, dunyoni qaytadan bo'lib olamiz. Lenin uni ham uxlatgan keyin. Paulusni ham uxlatgan. O'rta Osiyoga qaysi ko'z bilan qaragan shu Leninni gumashtalari mehnatkash, mardikor ko'zi bilan qaragan bizga. Bu xalqlar bizga mehnat qilish kerak. Bizi yerlarimizda hamma narsa o'sardi. Faqat paxta ektirishdi. Nimaga? Paxta bizga kerak, sizlar ishlaysanlar, 3 tiyinga sotib olishdi, u yoqda hamma ishni qilishdi. Orol nimaga qurdi? Paxta deb qurdi. Orol paxta deb qurdi. Men 89-yillar maktab paytida edi. O'shanda bir she'r yozgan edim. O'qituvchilarim keyin meni muhokama qilishgan. Orol haqida. 89-90-yillar bo'lsa kerak. Amu dedi sirga qaragin do'stim, paxta sug'ara berib achishdi ko'ksim. Ha do'stim, meni ham ko'ksim achishyapti. U yerda onamiz suv deb ingrayapti. Yur tezroq Sirdaryo Orol oldiga. Yarim yo'lda paxtada suvim qoldi-da deb she'r yozgandim o'sha paytda. Keyin muhokama qilishgan. Paxta uchun Orolni quritishgan. Jizzaxni o'sha yerda ochishgan. Cho'llarni o'shanda ochishgan. Mirzo cho'llari. Bularning oqibatida Orol quridi. Bizga mardikor ko'zi bilan qaragan. Endi faraz qiling, o'sha paytda taxminan 10 million, 16 million aholi bo'lgan ekanmiz. Taxminan deng. Boring 16 million deng, shuni yarmi erkak kishimi? Yarmi ayol kishimi? Bizni qadriyatlarimizda ayolga og'ir yuk yuklamaganmiz. Ota-bobolarimiz ayollarni faqat yengil ishlarda foydalanishgan. Ya'ni uni ishlatishgan, ishlagan bo'lsa. Og'ir ishga qo'yishmagan. Bular nima dedi? Bu 8 million yetmaydi bizga deydi. Yana 8 million odam ishga chiqsin dedi. Qanaqa qilamiz? Paranjini tashattiramiz deydi. Ko'chaga chiqsin dedi. Qarang, ko'chaga chiqarish. Bugungi kunda ham O'zbekistondagi bo'layotgan siyosatda ko'chaga chiqarishga harakat qilayotganlar Leninning haromilari. O'sha siyosat. Ko'proq to'polon bo'lsa, ko'proq janjal bo'lsa, bular o'zining siyosatini amalga oshirgan bo'ladi. Yo'q, ayollarimizni o'zini yetarli ishi bor. Ayol ko'chaga chiqsin degan targ'ibot to'g'ri emas. Ko'chaga chiqmasin degani ham to'g'ri emas. Ba'zan ko'chaga chiqadi, ba'zan uyda bo'ladi. Uyda eriga xizmat qilsa, bu eskicha ekan. Ko'chaga chiqib boshqa bitta idorada boshqaga xizmat qilsa, gender tenglik ekan bu. Bu yerda siyosat bor. Ayol huquqlari, bola huquqlari degan gaplarni hammasini orqasida o'sha orqali millatlarni ustida muammo yasatish rejasi bor. Bizi xalqimizni shunaqa qilib buzishmoqchi. Lekin inshaalloh qo'llardan kelmaydi. Jonimiz tirik ekan, aytishda, targ'ib qilishda, millatimizning ko'zi ochiqligini aytib borishlikda davom etamiz. Va alhamdulillah, men bundan xursandman. Xalqimiz juda ko'p qo'llab-quvvatlayapti bizni. Qancha odamlar chiqdi, bizga trolling qilgan. Qancha tezaklar chiqdi. Nimaga erishdi? Ya'ni xor bo'ldi hammasi. Tanlagan yo'li xor, yana chiqib yotibdi. Kecha bir intervyuyimizda mavzu ingliz tili haqida ketgani uchun men ingliz tilini gapirdim. IELTS degan narsa bor, to'g'rimi? Maktablarda shuni urg'u berib turib chaqirishadi. Boshqa tilni o'rgatish, boshqa tilni o'rganishga biz islom ta'limoti bo'yicha qarshi bo'lishimiz mumkin emas. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnatlarini o'qiganmiz, o'rganganmiz. Biz har doim boshqa millatning tilini o'rganish musulmonning madaniyatida muhim rol o'ynaydi deganmiz. Faqat bitta sharti bor. Qaysi sharti bor? O'zining ona tilini bilsin. Urg'u shunga. Ona tilini bilsin. Ona tilini bilmasa qadriyatini bilmaydi. Til madaniyat tashiydi. Til insonlarning dinini, e'tiqodini, iymonini tashiydi. Tilda, lug'atda shunaqa narsalar bor. To'g'rimi?
Hayo degan jumla, hayo, ibo degan jumla. O'zbekka gapirganingizda darrov hayoli, iboli ayol gavdalanadi. Ko'zini pastga qaratib turgan, itoatlik, ibo lug'ati bor bizda. Inglizchasiga ibo nima degani? Yo'q, ingliz tilida ibo, hayo degan lug'at yo'q. Shuni gapirsan, bitta tashkilot bor, Gaytuz degan. Nima debdi? Bu debdi, nimaga ingliz tilini o'rgansang undoq bo'lasan, bunda josus bo'lasan deyapti. Nimaga rus tilini gapirmayapti, arab tilini gapirmayapti deydi. Men rus tilini ham gapiraman. Arab tilini ham gapiraman. O'zbek tilini bilmasdan turib, arab tilini o'rgangan odamga qarshiman o'zbeklarning ichida. Arab tilini o'rgansa ham agar o'zbek tilini bilmasa, u Qur'onni noto'g'ri talqin qilishni boshlaydi. Chunki ko'rgansizlar, men juda ko'p bahs qilaman. O'sha bahslarimda menga ro'baro kelgan odamlarni nimaga bu oyatni noto'g'ri tushunyapganligini tekshirganimda o'zbek tilini yaxshi bilmaydi. Shu kelib chiqqan. Tilni yaxshi bilmaydi. Tilni yaxshi bilmagan to'g'ri tasavvur qilmaydi. Jaloliddin Rumiy aytadiki, inson yodlagan lug'atlari miqdorida tushunadi jumlani. O'shaning uchun ko'p kitob o'qigan odamni tasavvuri keng bo'ladi. To'g'rimi? Jumla bo'lmasa, gapirsa tushunmaydi, nima deyapti bu deydi. Lug'at yo'q. Men sizga hozir fransuz tilida gapirsam bilmasangiz, tushunmaysiz-ku, to'g'rimi? Lug'at yo'q sizda. O'zbek tili ham shu. O'zbek lug'atlarini yodlamaguncha, to'g'ri o'zlashtirmaguncha arab tilini ham o'rganishi joiz emas. Mana maqsad, men nima maqsadda gapirayotgan aytyapman. Rus tilini ham o'rganish joiz emas agar o'zbek tilini bilmasa. Menmush rus parasmishman. Yo'q, men millat parasman. Men ummat parasman. Haq parasmiz biz, to'g'rimi? Haqqa aytyapmiz qo'limizdan kelgancha. O'shaning uchun bu Amerikani bugungi ilm taraqqiyot bilan butun dunyoda hammani urushga tiqib qo'yib o'zi shug'ullanayotganining sabablaridan bittasini aytay. Amerikaning boshlang'ich maktabidan toki o'sha oliy ta'limgacha bo'lgan darsligida 80 mingta lug'at o'qitilar ekan. Tasavvur qiling. Boshlang'ich ta'limga kirdi, oliy ta'limgacha yetib bordi, bu bola 80 ming lug'atni aylantira oladi kallasida. 80 ming lug'at. Yaponiya 50 ming, Angliya 70 ming, shunaqa taxminan. Turkiya 8 ming ekan. Turkiyaning boshlang'ich ta'limi bilan oliy ta'limgacha bo'lgan lug'at boyligi 8 ming dona ekan. Bizni o'zbeklarga sanagan bormi? Biz sanam ham ko'rmadik hali. Ziyolilardan ham men o'pkalanaman. Tuppa-tuzuk ziyolilar. Millatni tiliga, lug'atiga javob berish kerak edi. Chiqib olib siyosat bilan shug'ullanishyapti. Tuppa-tuzuk ziyolilar chiqib olib siyosat bilan erkka qo'shilib olgan, o'shani Turkiyadagi Muhammad Solihni muridi bo'lib olgan, sen til bilan shug'ullanishing kerak edi. Seni millat tarbiya qildi, millatning oldida qarzing to'lab qo'y. Yo'q, chiqib olib siyosatdan gapiradilar. Ukraina undoq, Rossiya bundoq. O'lganing tuzuk seni. Lug'atga kim javob beradi? Alisher Navoiy aytadi, qarang. Iymon degan kalimadan eng to'g'ri harfni olib tashlasang yomon bo'lib qoladi deydi. Arabcha yozishni bilgan odam buni tushunadi. Iymon alif, ye, mim, alif, nun bilan yoziladi. Iymon. Agar o'sha i'dagi alifni olib tashlasangiz yomon bo'lib qoladi. Iymon to'g'rilik, yomon yomonlik. Bitta to'g'rilik ketsa, iymon yomonga aylanib qoladi, deyapti. Buni, ya'ni bu darajada tasvirlash uchun lug'at kerakmi? Lug'at kerak. Biz lug'atdan qolib ketdik. Biz bolalarimizga buni o'rgatishimiz kerak. Nimaga Allohlar aytilgan bolalarga? O'sha zikrlar bilan bolalarni yoshligidan lug'at boyligiga tarbiya qilingan. Inshaalloh robbil alamin davom etamiz. Xo'p, tugadimi savol? Xo'p. Bismillah. Ihromga kirishdan oldingi holatda badanni qaysi joyda yara bo'lsa, lekin
qon chiqmayotgan bo'lsa, ehrom qilgandan keyin harakat davomida qonab ketishi nima bo'ladi? Boshqatdan amaldan bajarish kerak. Yo'q, muammo yo'q. Qon chiqsa tahorat singanga o'xshagan narsa u. Tahoratni yangilab olasiz. Muammo yo'q. Bir dona terini ham olib qo'yish mumkin emas ehromga kirgandan keyin eshitdik. Yo'q, a'zolarda, masalan, tirnoqni olish, tuklarni yulish jinoyat hisoblanadi. Lekin yarada muammo yo'q. Yarada muammo yo'q. Ikkinchi savolim, mana vatan uchun urushda ba'zi tarixda bo'lgan o'qqa tutib berish o'zini, granat ustiga yotib oladi, har xil vaziyatlar bo'ladi yoki dushmanni qo'liga tushib qolsa, o'zini o'zi o'ldiradi, sir fosh bo'lmaslik uchun. O'shalarga hukm qanaqa bo'ladi? Bular vaziyatga ko'ra o'sha shaxsni o'zi bilan hal qilinadigan narsa. Qaysi vaziyatda? Birinchi o'rinda millatni asrab qolish uchun o'zini qurbon qilish shahidlik hisoblanadi. Bu boshqa vaziyatlarda bor. Masalan, deylik, dushman bostirib kelyapti. Dushman bostirib kelyapti, biz 20 kishimiz. Dushman 200 kishi. Biz agar chekinsak, bu yoqdagi xotin bola chaqamiz, yaqinlarimiz hammasiga zarar bo'ladi. Lekin biz urushib tursak, orqadagi odamlarni ehtiyot chorasini ko'rib olishligi imkoniyati bo'ladi. Nima qilinadi desa, o'limga rozi bo'lib, dushmanga qalqon bo'lish kerak bo'ladi. Bir qadam orqaga chekinsa, jahannamga chekingan bo'ladi. Qur'onda oyat bor. Jihod bu. Bu o'sha chegarada turgan, armiyada xizmat qilayotgan yigitlarimizni e'tiqodi shunaqa bo'lish kerak. O'lishini biladi. Lekin nima qiladi? Shuni meni o'ldirib o'tasan deydi. Bo'ldi. Biz qurol tashlamaymiz deydi. O'lamiz, o'shanda ilojimiz yo'q, o'tasan. Bo'lmasa o'tmaysan deyiladi. U o'zini o'zi o'ldirishga kirmaydi. Bir jangda bir odam qilich ko'tardida kirib ketdi jang ichiga. Kirib ketib nechta odamni ham o'ldirdida, o'zi ham shahid bo'ldi. Shunda ba'zi sahobalar aytdiki, bu odam o'zini o'zi halokatga tashadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati" degan. O'z qo'linglar bilan o'zingizlarni halokatga otmanglar, tashlamanglar degan. Bu oyatga ko'ra bu noto'g'ri ish qildi-ku deganda, shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'lsalar kerak, aytdilarki, sizlar oyatni noto'g'ri tushunarkansizlar dedilar. Bu oyat bunga emas dedilar. Bu oyat "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka" o'zingizlarni o'zingizlar halokatga tashlamanglar degani, qo'lingizda pulingiz bo'lib turibdi-yu, kimgadir yordam bermayapsiz. Siz halokatdasiz. Imkoniyatingiz bo'lib turibdi, qila olasiz ishni. Qo'shningiz uyi yo'q, joyi yo'q, misol uchun, uylana olmayapti, to'y qila olmayapti, misol uchun. Bolasini o'qita olmayapti. Qo'lingizda pulingiz turibdi. Ko'rmaganda o'tib ketyapsiz. O'zingizni halokatga tashlamang deb bularga aytilgan. deyilgan. Endi taktikaga ko'ra bo'ladi u. O'zini shu bombaga tashashlik yoki masalan deylik borib o'zini portlatib yuborish masalasi bor. Buni ham suiiste'mol qilishgan. Birinchi bo'lib xristian qiz qilgan, o'zini portlatgan. Bu terror masalasida. Tinch aholiga borib bunaqa qilishlarni aynan mana shu mavzu deb talqin qiladiganlar masalani suiiste'mol qilyapti ular. Biz o'sha millat o'laroq xalqimizga hujum bo'lib qolsa, yigitlar chiqish kerak. Urushga chaqirsa qochasizmi? Yo'q. O'lim ana bu. Mana Rossiya Ukraina urushida ruslar qochib O'zbekistonga keldi. Biz musulmonlarga yarashmaydi. Alloh asrasin. Mabodo shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, birinchi safda turishimiz kerak. Birinchi safda tursak, shahid bo'lib ketsak, hisobsiz kiramiz jannatga. Chunki millatning himoyasi, iymonni, e'tiqodning himoyasi jihod hisoblanadi. Sog' bo'linglar, yana nima savol bor? Aravaga ehtiyoj tushar ekan. Bu yerda ko'pchilik aravada qilib qo'yadigan xizmat qiladi. Shularga to'lov qanaqa holatda bo'ladi? Bundan tashqari, pul bozorlariga, boshqa joylarga jamoatni jamlab qabul qiladiganlar ko'p ekan. Mana shu joyga boradi. Shuni evaziga savdogarlar haq ajratib beradi. Deylik 5 riyalga yoki 10 riyalga. Bular ajratib berishdagi halol bo'ladimi yoki gumon bormi? Tijoriy ma'noda tijoratni o'zini qurollari bor, o'zini qoidalari bor. O'sha qoidalarga tushsa muammo yo'q. Tijoratda birinchi qoidasi
halol narsani sotish. Ikkinchi qoidasi o'zaro rozilik bo'lish kerak. Uchinchisi yolg'on bo'lmaslik kerak. Ana shu asosda bo'lsa bo'ldi. Ribo, pora, shunga o'xshagan narsalar aralashmaslik kerak. Shunaqa narsalar bo'lmasa bo'laveradi. Umra qilmoqchi bo'lgan odam o'zi qila olmasa, pul berib talabalarga qildirsa bo'laveradi. Uning muammosi yo'q. Aravaga pul bersa muammosi yo'q. Undan tashqari tijoriy ma'noda xurmo ekib beramiz deb odam olib kelib bersa 5 riyaldan beryaptimi? Yo'q, xurmo sotadiganlar, savdogarlarga. Ha, u muammosi yo'q, u ham bo'laveradi. Uni ham ishida. Masalan, men deylik xurmoni qayerdan olishni bilmayapman. Men sizlarga esinglarda bo'lsa, u xuddi olmay turinglar xurmo dedim. To'g'rimi? Menda informatsiya borligi uchun aytdim sizlarga. Keyin nimaga yaxshi joyga bordinglar? Yaxshiroq joyga bordinglar, yaxshiroq oldinglar. Ha? O'shunaqa menga o'xshagan informatsiyasi bor odam bo'lsa, men o'sha odamga pul beraman. Chunki informatsiya odamni qimmat turadi, ya'ni puldan qimmat turadi. Uni o'rganib yaxshiroq narsani olasiz. Endi rozilik asosida bo'lish kerak deyapmiz. Mabodo bunga o'xshagan narsalarda savdoda ikki xil ko'rinishi bor. Bittasini omonat savdo deyiladi, ikkinchisini musovama deyiladi. Musovama savdosida siz qancha foyda ko'rayotganingizni aytishga majbur emassiz. Musovama savdosi. Siz foydalanyapsiz. Misol uchun anaqani changi deylik 50 riyol. 55 riyoldan olib kelib sotyapsiz. Bu o'zi qanchaga oldingiz desa, u meni sirim. 55 olsangiz oling, bo'lmasa majburlamayman. Yolg'on gapirmayapsiz. Buni musovama deydi. Qanchaligini aytmaysiz narxini. Lekin omonat savdosi bor. Omonat savdosi ko'pincha sheriklar o'rtasida bo'ladi. Masalan, men xizmat qilaman, siz pul tikasiz menga. 50 ming dollar pul tikdingizda bir savdo qilamiz dedik. Men shu savdoga ketadigan hamma xarajatni ot-ido boshidan oxirigacha sizga yozib ko'rsatishim kerak. Qancha foyda qo'yyapmiz, qancha xarajat bo'lyapti, oxiri qancha chiqadi. Buni omonat savdo deydi. Ana shu ikkalasining o'rtasidagi gap. Siz odamlarni olib borib xurmoda 5 riyaldan menga chiqarib berasan kilogrammiga desangiz, bu musovama savdo. Aytishga majbur emassiz. Odamlarni olib boryapsiz, faqat bu yerda insof bo'lish kerak. O'sha odamlarni olib borishingizda odamlar boshqa joydan ko'ra foydaliroq joydan olgan bo'lsin. Yordamingiz tegsin. Qarshi tarafni foydalantirish kerak-da. Sen foyda ko'ring. Ma'qulmi? Shon bo'ldimi? Bismillah. Ha. Bo'l, tushundim. Tushundim gaplaringizni. Sochiq qolib ketgan xolosmi? Hech muammo yo'q. Sochiq ham ehromi bir turi. Qabul qilsin Alloh taolo. Shu hozir gapirib boshida ibodat qilganimizda shu azobotganimizda vasvasa paydo bo'ladi. Sen sahobalarga qilgan ibodatdagi qilsam hozir ulardan qilgan ishi arzimaydi degan vasvasa bo'ladi. Shular qanaqa qilsa bo'ladi ibodat. O'zi aslida vasvas bo'lishligi iymonning alomati. Iymoni yo'q odam vasvas bo'lmaydi. Chunki shayton uni nima qiladi vasvas qilib uni? Iymoni yo'q-ku zoti. Soddaroq bir misol keltirgan ulamolar. O'g'ri kimning uyiga kiradi? Puli bor odam uyiga kiradi. Kambag'allik uyiga kirsa, u mehnat qilib chiqib ketish kerak o'tda. Apandi yotsa, uyda hech narsa yo'q, o'g'ri kirib ketdi. Qorong'ida timirskanib yursa, o'g'ri kunduzi hech narsa topa olmayman, kechasi nima qidiryapsan dedi. U iymoni bor odamga vasvas bo'ladi. Imom Muslimda hadis bor. Bir odam kelib, "Ya Rasululloh, meni qalbimdan shunaqa narsalar o'tadi, vasvaslar. Agar uni tilimga chiqarsam, oxiratim kuyib ketadi. Shunaqa narsalar o'tadi hayolimda." Deganda, "Rostdan shunaqa bo'ladimi?" dedilar. "Ha, shunaqa bo'ladi." Zalika mahdul iymon deganlar. Mana shu haqiqiy iymon deganlar. Xavotir qilyapsiz-ku? Ha, demak iymoningiz bor-da sizni. Uni asrayapsiz. Iymon bo'lmasa, yuraveradi odam, hech narsa sezmasdan. Iymoningiz borki, o'sha vasvaslar bor. Endi vasvasga munosabatni so'raydi ko'pchilik.
O'zi so'rash kerak, to'g'riroq. Vasvas bo'lsa nima qilinadi desa, payg'ambar alayhissalom aytdilarki, inson qalbida o'tgan narsalarni tiliga chiqarmasin, amal qilmasin. Bo'ldi, qalbidagini Alloh yozmaydi. O'chirib yuboradi. Va vasvaslar insonni qalbini egallab olishligini oldini olish zikr bilan bo'ladi. Doim o'zingiz zikr qilib yurishingiz kerak. Masalan, bir narsani, ya'ni bir odamni fazilatidan olish uchun o'sha fazilatni qaytarishingiz kerak sizlar. Takrorlashingiz kerak. Bir insonni erishgan yutuqlarini, sabablarini o'rgansangiz, siz ham erishasiz. To'g'rimi? O'shan singari insonning qalbi zikr bilan mashg'ul bo'lsa, vasvaslar kelib atrofida aylanib ketadi. Insonning qalbiga vasvas kelgan paytida zikr bo'lmasa, Allohni eslash bo'lmasa, qalb bo'm-bo'sh bo'lsa, unga vasvas kiradi. Qiynaydi. Jin kirib oldi, deyapti-yu ana apiristlar. Jin kirmaydi. O'sha vasvas o'sha. Insonning qalbida turgan vasvas. Ma'qulmi? Qazo namozlari 3-4 rakatlariga zam qo'shiladi. Boshqa bir nomlarni eshitdim. Qanaqa fatvolar nasibda qo'shilmaydi. Ikki nam. Xo'p. Qazo namozlarini surati ikki xil bo'ladi. Bittasi aniq qazo namozlari bor. Masalan, bugun deylik, peshinni qazo qilib qo'ygansiz. Shu peshin namozini qazosini o'qisangiz, zamsura qilmaysiz 3-4 ga. Endi yoshligingizda 10 yillab qazo qilingan namozlar bor. Niyat qilgansiz, shularni oxirigacha o'qib olay deb. O'shalarda zamsura qilsin deydi ulamolar. Nimaga desa, chunki siz bilmaysiz qaysi qazoni o'qiyotganligingizni. Agar qazoni o'rnini topilmasa, nafilga o'tib ketadi bu. Chunki nafil ibodatlarni 3-4 rakatida zamsura bo'lishi kerak. Ikkalasi ham bor ya'ni. Qadimda qazo namozlarini masalan Nabaviyda yoki haromda o'qisa, uning darajasi qanday bo'ladi? Darajasi qarzingizni to'laganday bo'lasizda. Qazoga daraja yo'q. Qazo qarz. Bir odamdan qarzingiz bor. Qarzni qaytarib qancha savob bo'ladi menga demaysiz. U qazo u. U bo'ynimizdagi qarz u. U darajat siz qilayotgan ibodatlarga. Qazo o'rni biz qarzimizni ado qilishimiz kerak buni. Yo'q, qazo qayerda qazo qilinganiga qaraladi. Muqimda qazo qilingan qazo namozlarini safarda o'qisangizdan butun o'qiysiz. Safarda qazo qilib qo'ygan namozlar bor. Masalan, armiyaga borganlar namoz o'qimagan deylik, 2 yil. O'sha odamlar uyda shu qazoni o'qimoqchi. Nima qiladi desa, qasr o'qiydi. Chunki qasr namozlarini qazo qilgan. O'shani o'rniga o'tadi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudo kecha o'tib ketgan dadamga ularga jan qildim. Endi xudo xohlasa ayamga, akamlarga, bolarimga tavof qilmoqchiman hozircha. Tavof qilishni savob. Ular xudo xohlasa keladigan odamlar, ya'ni inshaalloh chaqirsa bo'laveradi ularga. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Niyatda nima qilaman? Tavof niyat qilasiz. Tavof qilib bo'lgandan keyin 2 rakat namoz o'qib, Allohim shu ibodatimni savobini onamga, otamga baxshila qildim. Siz bo'laveradi. O'tib ketdi odam, qazo namozi bor. Fidya berib, har namozga shunaqa deb eshitdim. Ha, fidya masalasi degan narsa bor. Bir odam bu masala inson qachon namoz o'qimay qoladi degan mavzuni bahsi bor. Muxtasar Buqoyada, Hidoyada, bizning fiqh kitoblarimizda bor. Bir odam tikka turib namoz o'qiy olmasa, o'tirib o'qiydi. O'tirib o'qiy olmasa, yotib ishora bilan o'qiydi. Ishora qilishga ham yaramay qoldi. Faqat ko'z qimillaydi xolos. Bu odam endi namozlarni qazo qiladi. Ko'z bilan ishora namozga o'tmaydi. U yotgan odam niyat qilaveradi, namoz vaqtini bilib namoz o'qiyotgandek niyat qilaveradi, lekin o'sha ko'z bilan qilingan ishora namoz deyilmaydi. O'shaning uchun nima qilinadi? Vafot etganda bu odam o'sha o'qiy olmay qolgan namozlariga fidya to'lanadi degan. Ana shu masaladan olib chiqib ulamolar, bizda ko'p qazo qilganlar bor, dunyodan o'tib ketib qoldi.
Tirik ekansiz o'qishga harakat qilyapsiz-da o'tib ketdik bir odam. Endi qazolarini hisoblab xuddi shuni singari. Bir vaqt namozga bitta fidya narxi, bir kunlik ro'zaga bitta fidya narxini hisoblab, bolalari, merosxo'rlari sadaqa qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ota-onasini o'sha hisob kitoblarga aytganlaringizdek, bular aytganlaridek qarzini ado qilgan bo'ladi. Nomidan deyiladi-da. Ha, o'sha u kishining nomidan o'zi. Endi marhum o'lishdan oldin meros vasiyat qilgan bo'lsa, aytsaki, meni namozlarimni fidyasini ado qilib qo'ylaring desa, molini bo'lmasdan oldin fidyasiga pul ajratiladi. Merosdan oldin turadi. Chunki buni o'zini qarzi borda birinchi o'rinda. Buni qarzlarini ado qilinadi. Alloh bilan qarzi namoz. Bandalar bilan qarzi oldi berdi bor. Ularni berib, keyin qolgan puli merosga bo'linadi. Endi unaqa vasiyat qilmagan desa, bolalar savob umidida o'zi qilsa bo'laveradi. Tushunarlimi? Bismillah. Savolimiz tugadimi? Ayollarda savol yo'qmish qilib? Tugagandan keyin Bismillah. O'qiganimiz bo'yicha endi avval qarasak, musulmonga ziyon yetkazib, o'shanga birorta bormaslik kerak. Hissiyot narsa bor, o'shani masalan og'riq yetyapti, yoradimi? Shu narsa qolib ketadigan bir marta hissiyot bo'ladi. Hajarul Aswadni o'pish haqida so'rayaptilar. Hajarul Aswadni o'pish payg'ambar alayhissalatu vassalomdan bizga qolgan sunnat. Bu islomning shiorlaridan. Aynan toshni o'zini borib o'pish ko'pchilik o'padi. Aslida qo'lni qo'yib, keyin qo'lni o'piladi aslida. Agar u sunnat deyapmiz. Agar o'tda izdihom bo'lsa, odamlar bir-birini uyqit qilayotgan bo'lsa, borib kimgadir ozor berish to'g'ri emas. O'zi bu yoqdan o'tayotganingizda, har tavof boshlaganingizda bismillahi Allohu akbar deb qo'lingizni o'pishingiz, shu o'pish shu. O'sha amalni qilayotganingizda siz shu Hajarul Aswadni o'pgan bo'lasiz. Uni muammosi yo'q. Xo'p. Yo'q. Yo'q, Safo Marva faqat umra ibodati qilganlar uchun. Tavof qilganlarga Safo Marva shart emas. Tavof u bir namozga o'xshaydi. 2 rakat namoz o'qishni niyat qildim, Allohu akbar deb namoz o'qiguncha amallarni qilasiz u. Bir marta tavof qilishni niyat qildim deganingizda xuddi namozga kirganda kirasiz. Tavofni 7 marta qilgandan keyin 2 rakat namoz o'qib, Allohim tavofimni qabul qil deysiz, bu tugaydi shu. Unda ihrom ham shart emas. 3-5 marta bo'lsa, u qayt to'ldirib qo'yish kerak. 7 marta tavof degani 7 marta tavof qilib aylanish degani. Hop. Zarar yo'q. Hisobdan adashsa zarar yo'q. Qadimda bir kishi hisobdan adashgan deganingiz esingizga tushdi. Bir qiziq voqea bor. Adashmasam Soymarimi degan bir olim bo'lgan. Ilgari kitoblar qo'lda yozilgan-ku. Qo'lda yozgan. Juda xatti xunuk ekan. Odamlar gapirar ekan unga, "Sen yaxshi olimsan-ku, xating juda xunuk." Gapiraverar ekan. Bir kun deydi, bozor aylanib yursam deydi, bir kitob ko'rib qoldim deydi. Shunaqa xatti xunuk ekan deydi. Qasdan shuni qimmatga sotib oldim deydi. Nimaga desa, odamlar "Seni xating xunuk" desa, "Mana mendan ham xunugi bor deb ko'rsataman" deb oldim deydi. Olib uyga kelib o'qib ko'rsam, uni ham bir paytda o'zim yozgan ekanman dedi. Hisobda adashgan ekan bu ham. Xo'p, azizlar, shom bo'lib qoldi. Xo'p. Albatta. O'sha haramni chegarasidan chiqib ketsa kimdir, yana qaytadan haramga, Makkaga kirib keladigan bo'lsa, ihrom bilan kelish kerak, umra qilish kerak. Endi 7 tami anaqamiz bor. O'shunaqa ihrom bog'lab kiradigan joylar. Madinaniki Zulhulayfa. Yamandan keladigani Yalamlam degan miqotdan kiradi. Shunaqa anaqalari bor. Masalan, Toyifga chiqib kelsa, Toyifda o'sha miqotning nomini yozib bo'lgan bo'ladi.
Zot erqmikin shunaqa. Qop. Zikr afzalimi? Zikr o'zi mavzu tahlil qilaman desangiz, ma'nosi juda ko'p o'zi. Zikrning o'zi lug'aviy ma'nosi eslatma degani. Eslash. Qaysi vaziyatda bo'lsa ham Allohni eslab turishingiz zikr shu. Masalan, Qur'on eng katta zikrni namoz deydi. Ha? Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullohi akbar wallohu ya'lamu ma tasna'un deydi. Namoz fahsh va munkardan egasini qaytaradi va eng katta zikr shu deydi. Haqiqatda namozga qarang. Allohu akbar namozga kirganingizdan keyin zikr bilan boshladingizmi? Keyin subhanakallohummani o'qiysiz, ha? A'udhu bismillahni o'qiysiz, Fatihani o'qiysiz, Zam sura o'qiysiz. Allohu akbar deb yana subhana robbiyal azim deb rukuda o'tirasiz. Sami Allohu liman hamidah deb tikka turganingizda ozgina muddat bor, Robbana lakal hamd deysiz. Allohu akbar sajdaga borasiz. Subhana robbiyal a'loni aytib turganingizda Robbighfirli, Robbighfirli, Robbighfirli deyiladi. Bilmaganlar shuni qilsa bo'ladi, yaxshi. To salom berguncha zikrda. Har kuni 5 vaqt buni o'qib yurganingizdan keyin qalbingiz mana shu zikrga mos bo'lib qoladi, munosib bo'lib qoladi. Endi Qur'oni Karimda zikr kalimasi bor. Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan. Biz albatta zikrni nozil qildik, o'zimiz nozil qildik, o'zimiz muhofaza qilamiz degan. Ana shu zikr nima desa, bu zikr bir tafsirda Qur'on. Alloh muhofaza qiladi degan. Bir ma'noda shariat. Bir ma'noda hadis. Hadis kulliyoti ham zikr deyiladi. Chunki Alloh taolo Musa alayhissalatu vassalomning xabarlari, zikrini eslatganda hal ataka hadisu Musa degan. Sizga Musoning zikri kelmadimi degan. O'shanda hadis kelgan. Qarang, zikr ma'nosi bu shariat ma'nosi ham bor. Shariatga amal qilish ham zikr bo'ladi. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu xuftondan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhuning uylariga borganlar. Xuftondan keyin ishini taqqillasalar, kechqurunda kimsan deganlar. Men falonchiman, Abu Ayyub al-Ansoriy. Ha, xuftondan keyin nima kelyapsan deganda, fiqh degan, dars degani. Fiqhdan masala bor degan. Ha, unda kir deganlar. Qarang. Uyqusidan voz kechib kir. O'tirib fiqhdan shunaqa muzokara, shunaqa muhokama qilishgan, bomdod vaqti kirib qolgan. Keyin bir kishi kelib, "Ey, namoz vaqti bo'ldi" deganda, Hazrat Umar, "Biz nima qilib o'tiribmiz" deganlar. Qarang, fiqh bilan o'tirish ham namoz. Hozir mana shu o'tirishimiz ham niyatimiz xolis bo'lsa, namozda o'tiribsiz, zikrda o'tiribsiz. Zikrni biz subhanalloh, alhamdulillah, astag'firulloh deb tushunmasligimiz kerak. Bu ham zikrda, lekin bunga qaytlanmaydi. Bizi tasavvuf shayxlarimiz aytardiki, ba'zi muridning astag'firullosidan astag'firulloh deyishardi. Istig'foriga istig'for aytish kerak. Chunki riyo bilan aytadi dedi-da. O'shaning uchun u tilda aylangan narsa emas. Til qalb bilan bog'liq bo'lganda qabul bo'ladi. Chunki biz iymon keltirganda nima deymiz? Qalbimiz bilan tasdiqlab, tilimiz bilan kalima keltiramiz. Xuddi shuni singari. Zikrning mavzusi kengroq, menimcha shu kifoya qiladi. Barchalarga tashakkur. Aytgan gaplarimizga Alloh amal qilishimizga tavfiq bersin. Ko'pchilik o'tiribdi mana hozir. Ovoz chiqarib namoz o'qish mumkinmi, mumkin emasmi? Hozirmi? Yo'q, mana endi o'tiribmiz-da mana shu. Ha. Prosta mana keyin o'tiribmiz. Hali shomga bor. Keyin mana bu yerda odam ovozi bilan o'qish mumkinmi, mumkin emasmi? Endi u bir odamni boshqa odamga nisbatan haqlarini poymol qilmasa, xalaqit qilmasa, o'zi Qur'on o'qisa, daroqqa borib olib o'qiyversin. Muammo yo'q. Chunki sahobalarni hayotlari to'g'risida ulamolar masjidni oldidan o'tsak, ari g'o'ngillashiga o'xshagan ovoz eshitilardi deyishgan. Kirsa hamma Qur'on o'qib o'tirardi. Ovoz chiqarib o'tirardi. Qur'on qorilar ham Qur'on yodlasa ko'rsangiz, hammasi o'qiydi, bir-birini eshitmaydi. Xalaqit qilmaydi ya'ni, buni bo'laveradi u. Lekin siz aytayotgan singari, siz tashvish qilayotgan singari ilmiy suhbat bo'lib turibdi, bir kishi anatda turib,
ovoz chiqarsa, unisi u bilan gaplashsa, fikri chalg'itsa, u bo'lmaydi. Allohning rahmatiga xalaqit qilgan bo'ladi. 3 odam majlisga keldi. Payg'ambar alayhissalom majlislari o'tiribdilar, halqa qilib o'tirishibdi. 3 odam kirib keldi. Bittasi halqaga kirdi. Suqulishib bir narsa qildi, halqaga kirib oldi. Ikkinchisi halqaning orqasiga o'tirdi. Uchinchisi u yoqqa qaradi, qaytib chiqib ketdi. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalom bu 3 ta insonning misoli dedilar. Birinchisi Allohning rahmatini istadi, Alloh rahmatidan joy berdi. Ikkinchisi hayo qildi, Alloh ham hayo qildi. Uchinchisi Allohning rahmatdan yuz o'girdi, Alloh ham undan yuz o'girdi dedilar. Ilmiy majlis bo'layotgan joyda juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki Allohning rahmati yog'ilib turadi bunda. Imom Shofiy aytadilar. Imom Malik ustozlari, Imom Malikning oldida biz kitobimizni varaqlashdan xavotir qilardik. Shiqiri ustozimizni fikrini bo'lib qo'yishidan qo'rqib derkan. Alloh xayrli qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruka va natubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadikal khayr. Innaka ala kulli shay'in qadir. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تأتيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اقض عنا الدين Parvardigor bu suhbatimizni dargohingda qabul qilgin. Xato, nuqson, kamchiliklarimiz bizdan uni afv qilgin, kechirgin. To'g'ri, yaxshi gaplar gapirgan bo'lsak, bu seni tavfiqingdan. Alloh taolo o'sha amallarga o'zimizni muvaffaq, muyassar qilgin. Duo so'ragan barcha birodarlarimizni o'ylagan maqsadlarini, shariatga muvofiq qasdlarini Alloh taolo afzalini bergin. Farzand talablarga farzand bergin. Uylanmoqchi bo'layotganlarga solihat juft ato qilgin. Turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarimizga solih, Allohdan qo'rqadigan haqiqiy rijol kuyovlarni nasib qilgin. Parvardigor bemorlarimizga shifo bergin. Butun dunyodagi mazlum musulmonlarga najot bergin. Zolimlarni qilayotgan fitnalariga o'zlarini mubtalo qilgin. Urush qo'zg'amoqchi bo'layotganlarni o'zlarining ichlarida Alloh taolo o't alangani yondirgin. Ularni saflarini parchalab tashlagin. Qalblarini Alloh taolo tafriqa qilib qo'ygin. Ularni qalblariga qo'rquv solgin. Musulmonlarni Alloh taolo izzat, sharaf bilan o'zing mukofotlagin. Va sallallohu va sallama ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.